Assalomu alaykum. Men mana bugun muolajalarni o'tkazyapman. Anchagina bugun 20 kun xudo xolasa. Nina terapiyani olishimni. Mana Xudoga shukr, shu oldingi ahvolimdan hozir 70-80% yaxshi bo'lib qoldim. Yurishlarim yaxshi, bosh aylanishlar yo'qoldi. Oyoq toliqishlar ketyapti mana. Chapga o'ngga burgani boshda har xil og'riqlar bor edi. Ular yo'qolyapti mana sekin-sekin. Mashalloh. Alloh shifosini bersa, ajab emas, ancha yaxshi bo'lib qoldim Xudoga shukr. Ahvoli yaxshi mana. Uyqular qanaqa? Uyqular ham yaxshi bo'ldi. Ancha tiniqib uxlab turyapman Xudoga shukr. Xayollar joyiga kelyapti ancha. Hozir siz aytgan narsa mashqlarni qilsa, undan ham yaxshi. Bugun xayollar yaxshi mana. Timmisha zikrda yurilmasdan, tasbihda yurilmas Xudoga shukr. Inshaalloh. Sekin-sekin keturagan tasbih qilib. Ancha yaxshi alhamdulillah. Mana Rustam aka, Alloh taolo shunaqa mehribon zotda. Mana sizni kasallingiz insultga ketyapti. O'sha anaqadan yurak tomiridan miyaga ketadigan asosiy tomir bor. O'sha tomir trombga to'lib, o'sha xayollarni keyin boyagidek yurgan joyingizda boshlar aylanib, shunaqa. Ana o'shalarni ham mana hozir xudo xolasa mana yo'llar ochilib ketib, shovqinlar pasayib, miya faoliyati ham ancha yaxshi. U yoq bu yoqlarga qarashlaringiz qiyin edi. Alloh taologa behisob beadad shukronalar bo'lsin. Alloh shifo bergani haqiqiy bo'lsin. Shifoyi komil, shifoyi Alloh ato etgan bo'lsin. Ko'chalardan ham qo'rqib o'tardim, bu yoqqa. Boshini kelib qoldi. Shundan ham yaxshi bo'lib qoldi Xudoga shukr. Yaxshi, natijalarcha yaxshi. Shovqinlar yoqmasdi. Yaxshi. Bolalarimni shovqiniga o'rgandi. Alhamdulillah. Yaxshi, salomat bo'ling. Bolalaringiz rohatini ko'ringlar. Hayotga qaytdi mana. Alloh birinchi sababchi. Rahmat. Ikkinchisi siz bo'lish sababchi. Mana Rustam aka bosqichma-bosqich qo'shimcha mana muolajalar bor. Shularni ham xudo xolasa qo'llaymiz. Shularni ham endi bu yoq osonlashdi. Oson mana mashqlarni ham ko'ryapsiz. Xudo xolasa. Alloh taolo shifoyi komil bersin, shifoyi Alloh ato etgan bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Shunchalik davoladi. Minnabi rahmat. Rahmat, salomat. Oilama xursand, hamma xursand. Rahmat, salomat bo'lsin. Minnabi.